Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdah. Essalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'dah. Badanlarimiz g'izoga ehtiyojli bo'lgandek, bizning ruhlarimiz ham g'izoga muhtoj. Ruhlarimizning g'izosi Alloh taoloni zikr qilish. Sahih Buxoriyda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Masalul lazi yazkuru robbahu val lazi la yazkuru robbahu masalul hayyi val mayyit. Rabbini zikr qiladigan kishining misoli bilan Rabbini zikr qilmaydigan kishining misoli hayot kishi bilan o'lik kishining misoliga o'xshaydi. Chunki Rabbini zikr qiladigan kishining hayoti u haqiqiy hayotdir. Chunki o'limdan keyin ruh o'lmaydi. Ruh faqat badandan ajrab barzax olamiga ketadi. Ruh mangu hayot. Allahni zikr qilish xuddi ziroatlarni sug'og'anga o'xshash qalbni sug'uradi. Agar Alloh taoloni zikr qilmasa, inson qalbi hayvonotning qalbiga o'xshab qoladi. Bu vaqtda Alloh taolo shunday deydi: "Vallazina kafaru yatamatta'un va ya'kulun kama ta'kulul an'am wan-naru maswal lahum." Kafirlar ular huzurada duoyati dunyodan yeydi, xuddi hayvonotlar yegandek. Do'zax ularning joyidir. Ba'zida qalblarni g'aflat besib qoladi. Bundaq vaqtida Alloh taologa istig'for etish, Allohni zikr qilish orqali qalblarni etishga bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloni zikr qilish orqali bizdan baloyi musibatlar ketadi, qiyinchiliklar yechiladi, musibatlar bizga yengil tuyuladi. Zikrlardan eng katta savobi, eng buyuk bo'lgan zikr Alloh taologa tasbih aytish. Tasbih koinotdagi eng sharafli o'rindagi farishtalarning zikridir. Va taral malaikata haffina min hawlil arshi yusabbihuna bihamdi robbihim. Sen farishtalarni ko'rsanki, ular arshning atrofini qo'rshab turadi. Ular Rabbiga hamd aytish bilan tasbih aytadi. Tasbih farishtalarning kecha va kunduzgi odatidan iborat. Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yaftarun. Farishtalar kecha va kunduzda Alloh tasbih aytadi, ular bo'shib qolmaydi. Tasbih shundaqla koinotdagi barliq mahluqotlarning zikridir. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa ma fihinna va in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah subhanahu wa ta'alaga 7 qat osmon va zamin tasbih aytadi va uningdagilar tasbih aytadi. Qandaq bir şey bo'ladi ekan, u Alloh taologa hamd aytish bilan tasbih aytadi, lekin sizlar ularning tasbihini tushunmaysizlar. Tasbih shundaqla mu'min qiyinchilikqa duch kelgan vaqtida asqatadigan qurolidir. O'z vaqtida Yunus alayhissalomni beliq yutayotganda beliqning qornida zulmat ichida turib, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zolimin dedi. Yani ey Allah, senden başka ilah yok. Sen paktursan, hakikaten men zalimlardan buldum dedi. Tasbih etti ve Allah onun duasını icabet kılıp, onu bu gam kaygıdan kurtuldu dedi. Büyük sahabe Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu şundaq deydi: "Bana bir qiyinchilik kelsila, men tasbih orqali Allohdan yordam so'radim." Tasbih Allah yaxshi ko'radigan, Allohga suyumlik ve mizan tarazida ağır to'xtaydigan zikirdir. Bu vaqt Peygamber aleyhisselam shundoq degan: "Kalimatan xafifatan ala lisan, saqilatan fil mizan, habibatan ila rahman." İki kelim söz bor, tilga yengil, tarazida ağır ve Rahman taolaga suyumlik. Bo'lsa-mu subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Muttafaqun alayhi hadis. Tasbih fazilat jihatda barliq zikrlarni besib tushidi. Bu vaqtda Ummul Mu'minin Juwayriya bintul Haris radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhissalom bir kun atiganda bomdod namozini o'qib bo'lib, uning yenidan chiqib ketgan. Chiqib ketgan vaqtida u radhiyallohu anha namoz o'qiydigan joyda o'tirib qolgan. Payg'ambar alayhissalom chashgoh namozini o'qib bo'lgandan keyin qaytib kelsa, u yanada burunqi namoz o'qiyotgan namozgohida o'tirgan ekan. Payg'ambar alayhissalom uningga "Siz yanada burunqi joyingizda o'tirdingizmi?" degandan keyin shundoq degan. Payg'ambar alayhissalom uningga bunday dedi:
Men uningdan keyin 4 kalima so'zni dedim, 3 qatim dedim. Agar sizning bugundan tortib degan shu so'zlaringiz bilan shu 4 eg'iz so'z, 4 kalima so'z o'lchansa, u chaqda sizning zikrlaringizning hammani besib tushidi. U bo'lsa subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihidir. Yani mushu zikrninki fazilati nihoyat katta. Bu zikrning o'zi Alloh taologa tasbih aytish va hamd aytish. Tasbihning fazilatlaridan qatoridan yana u tasbih jannatdagi kishilarning zikridir. Jannatda jannat ahli hayoti dunyoda xuddi nafas Alloh taolo tarafdan ilhom qilingandek jannatda ham ularga tasbih ilhom qilinadi. Bu vaqt payg'ambar alayhissalom shunday degan: "Yulhamuna tasbiha val hamda kama tulhamuna nafas." Jannat ahli tasbih va hamdiga ilhom qilinadi, xuddi sizlar nafasni ilhom qilinganga o'xshash. Agar jannat ahli jannatda biror narsa xolasa, tasbih aytidi va ularga keladi. Ularning ahvolini tunishtirib Alloh Qur'onda mundaq bayon qilgan: "Da'wahum fiha subhanakallahumma va tahiyyatuhum fiha salam." Ularningki u yerdagi duosi subhanakallahumma va salomi bo'lsa salom degan so'zdir. Bu vaqtda Büyük İmam Sufyan Savri rahimahullah shunday degan: "Jannat ahli biror narsa istasa, xolisa, subhanakallahumma deydi. Yani tasbih aytidi va ularga shu izdegan narsa, xolgan narsa keladi." Bu ma'noda Abdulmalik ibn Jurayj rahimahullohdan ham mushkil ma'no rivoyat qilingan. Tasbih mu'minlar ruhining g'izosidir. Tasbih mümin Allah Taaladan razı bo'lishning sababidir. Va min ana'il-layli fasabbih va atrafan-nahari la'allaka tarda. Sen kechalarda va kunduzning atroflarida, ya'ni atigan kashda tasbih aytqin, umidki sen rozi bo'lasan. Ya'ni jannatda Alloh taolo senga ato qilgan savob ajr mukofotlarni ko'rib, sen rozi bo'lsan, sen rozi bo'lg'dek mukofotga erishsan. Tasbih qalb echilishining va qalbning siqilishining ketishining sababi. Va laqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun. Biz haqiqatan ularning deyotgan so'zlar sababidan qalbing siqilganligini biz bilamiz. Fasabbih bihamdi robbika va kun minas sajidin. Sen Parvardigoringga Rabbingga hamd aytish bilan tasbih aytqin va sajda qiluvchilardan bo'lg'in. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu oyatda payg'ambar alayhisolamning ko'ngli siqilganda, qalbi siqilgan vaqtida Alloh taologa hamd aytish bilan birga tasbih aytishga buyuryotdi. Tasbih Alloh subhanahu va taoloni ulug'lash, barliq ayb nuqsonlardan pok deb bilish. Shirik ahli Alloh taologa chaplagan, bo'hton qilgan buzuq aqida, kamchiliklardan, ayb nuqsonlardan pok deb bilish. Allohning buyukligini, kamolat sifatlarini e'tirof qilish, buyruqlarga quloq solish. O'zining xorligini va bilimsizligini e'tirof qilish. O'z vaqtida farishtalar aytdiki: "Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana." Ey Alloh, sen pok tursan, sening bizga o'rgatganingdan boshqa bizning ilmimiz yo'q. Ya'ni sen bizga o'rgatgandan boshqani biz bilmaymiz. Alloh tasbih aytish, Allohni pok deb bilish davomli Qur'on Karimda hamd bilan birga keladi. Fasabbih bihamdi robbik va sabbih bihamdi robbik qabla tulu'i shamsi va qabla al-ghurub o'xshash. Chunki tasbih ayb nuqsonlarni inkor qilishni bildirsa, hamda Alloh taolaning kamolat sifatlarini isbotlashni ko'zdadi. Ko'p tasbih aytish Alloh taolaning bandasiga ato qilgan ne'matidir va sharafdir. Tasbih ikki ishdan kelib chiqadi. Birinchi, banda tasbihning fazilatini va ajr mukofotining ko'pligini bilish. Ikkinchidan, Alloh taolaning buyukligi haqida, Allohning tadbirlari, in'omlari haqida tafakkur qilish, Alloh taolaning dunyo va oxiratdagi ish-harakatlari haqida tafakkur qilishdan kelib chiqadi. Shuning uchun biz tasbihning ma'nosini bilib, fazilatlarini bilib,
va ajr umid qilgan holda davomli Alloh taologa